Aziz do'stlar, asfalt yotqizish necha yil tushadi? Bugun sizlarga yoritib beramiz. Barchangizga assalomu alaykum. Bugun bizlar mana ko'p tarmoqlik bolnitsiyaga kelganmiz. Samarqand Mirzo Ulug'bekda joylashgan. Mana shu obyektimiz 760 kvadrat degan, kattaligini ko'rishlaringiz mumkin. Usta akamiz Nurali aka tomonidan mana shu asfalt yotqizilyapti. Nurali aka, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Aka, 1 kvadrat metrini asfaltni necha bilan qilib beryapsiz aka o'z mana shu? Mana shu joyimiz 73 ming so'mdan hamma narsasi ichiga kiradi. Bu shibellar tashlaymiz. Hammasi ichida bo'ladi, ha? Ichida bo'ladi. 1 kvadratiga 73 ming so'mdan beradi. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga xizmat ko'rsatamiz. Gap yo'q. Aziz do'stlar, qaranglar, mana shu obyektni usta akamiz 3 soatda ichida chiroyli holatga keltirib berar ekanlar. Garantiyasi 1 yildan 2 yilgacha bo'lar ekan. Qalinligi 4-5 sm bo'ladi, deyaptilar. Aka, buni eng yuragi nima bo'ladi aka? Mana shu nimasi? Bu rossiyskiy, чисто rossiyskiy bitumdan foydalanamiz. Asfaltning yuragi bitum bo'ladi. Bitum bo'ladi. Чисто ana shu narsa rossiyskiy bo'ladi. Aziz do'stlar, aloqaga chiqaverasa, usta akamiz 12 ta viloyat bo'yicha xizmat ko'rsatadilar. O'zlari Samarqand Kattaqo'rg'ondan, qaranglar. Mana shunday xohlagan obyekt bo'ladimi, hovli bo'ladimi, zavodlar bo'ladimi, chiroyli holatda borib 70 mingdan 75 ming so'mgacha kvadrat metrni urib beradilar. Agarda kattaroq joy bo'lsa, nech bilan urib beramiz obunachilarga? Katta obyekt bo'lsa. Sizning nomingizdan chiqsa 2 ming 3 minggacha kvadratidan o'tib beramiz. O'tib berasiz. Xudo xohlasa inshaalloh. Aloqaga chiqasa, ekran nomerlarini chiqarib qo'yaman. Aziz do'stlar, asfalt qilish qiziqtirsa, mana shunday telefon qilasizlar, akamizga borib chiroyli qilib xizmat ko'rsatadi.